sotuv bo'limiga o'zimiz ana menejerlar bilan gaplashib, sizga yoqqan mashinani rasmiylashtirsangiz bo'ladi. Rasmiylashtirguncha anaqa joyda kutadigan joyingiz bor, zona o'tdihi, o'tirib olib, maza qilib kutib, mashinangizni olib chiqib ketaverasizlar. Agar siz bizdan Nukusda kutayotgan bo'lsangiz, avtosalonga kelib, o'zingizga yoqqan mashinani ko'rib, test drive qilib, xarid qilishingiz mumkin. Hamma uslovlar bor. Agar test drive qilaman desangiz, mashinani shunday olasiz, avtosalondan xuddi shu ko'rib turgan marshrutingiz bo'yicha mashinani haydab, haqiqatan sizga to'g'ri keladigan mashinami yo'qmi, ko'nglingizdagi mashinami yo'qmi, baho berasiz-da. Kelib bemalol mashinani rasmiylashtirib olib ketaversanglar bo'ladi. Qarang, butun shahar aylanib chiqsangiz bo'ladi. Okajonim, BYD olishga sizga yana nima to'sqinlik qilyapti? Shundoq keling-da, o'zingizni orzuyingizdagi mashinani haydab keting. Keyin bilan, farzandlaringiz bilan otini tutqizib olib, maza qilib, bu hayotga bir marta kelamiz, to'g'rimi? Zavqlaning. Bormi? Bosing aka.